İstanbulga aeroportga keldim Nargiz opa. Lekin dedi yana bitta qiz kelibdi. Pinar xonim telefon qildi. Nargiz xonim, boqqachi yo'qmish, qachmish dedi. Alo. Qarang, men hozir shirkatga ham telefon qildim. Ha. Shu TikTokdagi gaplarni aytdi opa. Keyin hozir bitta narsa savol qarang. Ikkita xotin O'zbekistondan kelyapti. Men yozishmalarni ham ko'rdim. Sizga ishonib boryapmiz degan ekan u opaga, misol uchun. U opaga yozgan ekan, sizga ishonib boryapsiz deb. Toshkent Istanbul biletlarini ham tashlagan WhatsAppdan, yozishmalarni ham o'qidim. Bu kishi kutib olgan. Bittasini ishga qo'ygan, bittasi uyda qolgan. Bir oqshom yotgan. Bu kunisiga ertalab, misol uchun o'sha shu qachon bo'lsa ham, bu kishining uyidan boya siz video tashladingiz-ku. TikTokdagi video. Uydan chiqib ketgan videosi. Xuddi shunday chiqib ketgan ikkalasi ham bu kishiga indamasdan. Endi qarang, siz xolis bo'ling-da. Bittasi chiqib ketgan, ikkinchisi narigi boboning ishidan kelgan. Ikkalasi ko'rishgan keyin otogarda. Endi savol qarang. To'g'ri. Sizni uyingizga borsa, ikkita odam ish topib ber deb siz joylashtirsangiz, bittasini ishga, bittasi uyingizda tursa, ertasi kuni uyingizdan ikkalasi indamasdan chiqib ketsa, eshigingizni ochiq qoldirib, to'g'ri ish bo'ladimi? Beknazar aka, ikkalasi birdaniga uydan chiqmagan. Yo'q, bilaman. Bilaman. Mana videodagi bitta qiz chiqib ketgan. Unisi ishda bo'lgan. Unisi xuddi sizga telefon qilganda, ertalab telefon qilgan. Bu kampir menga yoqmayapti deb aytgan. Ish bo'lmaydi bu ish degan ekan. Xuddi siz aytgan gaplarni aytdi. Xo'p, endi qarang. Nega bu xotin ikkalasi bu kishiga aytmasdan ketib qolyapti, uydan chiqib ketyapti, eshik qulflamay. Uyda oling, kalt bormi, biz chiqib ketyapmiz demaydimi? Endi ularda o'rtasida nima muomala bo'lgan, men bilmayman. Ana endi qarang, yo'q. Men hozir men sizni misol uchun o'qishni ham emas, men faqat vaziyatga oydinlik kiritmoqchi bo'lyapman. Xo'p, birinchi savol mana shu. Nega ular birovning uyiga borib, tuzini yeb, ishga joylashtiraman deb, ikkinchisi mana turkcha bilmayman degan qiz umuman ishga ham bormagan hali, to'g'rimi? Bironta ishni ham ko'rmagan, ishlab ham ko'rmagan. To'g'rimi? Keyin chiqib ketyapti-da, siz aytyapsizki, men bilet olib berdim, avtobusgami, poyezdgami, avtobusga bilet olib berdim deyapsiz-da. Keyin bu yoqqa kelyapti-da, qaytib mana O'zbekistonga ketdi deyapsiz. Gapingiz rost bo'lsa, ketdimi O'zbekistonga? Ketdi, ha. Endi qarang, o'zingiz o'ylang. Shuncha joydan kelib, 8-iyunda bilet kesgan. Shuncha joydan kelib, 4 kun Turkiyada turib, 5 kun turib, bitta joyda ishlab, bittasi, ikkinchisi ham emas. Bittasi bitta joyda ishlab ko'rib, qanday qilib qaytib ketish mumkin? Mana siz necha yildan beri Turkiyada ishlayapsiz? Ish oson emasligini bilasiz. Qanday qilib? Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti-da. Xo'p, shunda bular hozir pul o'g'irlagan, nima chiqyapti? Pul o'g'irlamagan bo'lsa ham, men pul o'g'irlagan demayapman. Polis tutgan yonida pul chiqmagan bo'lyapti-yu. U kishi aytayaptiki, IBANga tashlatgan deyapti. Chunki oldingi kelganini Turkiyada tanishi bo'lgan deyapti-da. Endi qarang, bu kishi aytayapti, agar deyapti, meni uyimdan pul o'g'irlamaganda, mayli men bilan xayrlashmasin, menga farqi yo'q. Shunaqa xarakteri men bilan xayrlashmasdan ketsa ketibdi. Lekin shunchaki uyimdan chiqib ketsa, men nimaga ularga polisga beraman? Pulim yo'qolmasa, Beknazar deyapti. Mantiqan o'ylang. Sizni uyingizga men borsam, o'rtog'im bilan, uyingizda tuzingizni yesam, bir oqshom ertalab turib ketsam, agar hech narsangiz yo'qolmagan bo'lsa, bizni polisga berasizmi siz? Bermayman. Yashang, endi to'xta, men gapimni tugatib olayda. Qochib qo'yganman. Yo'q. Yo'q, siz kesib berganingiz, uni ko'rdim. Siz kesib bergansiz, to'g'ri, avtobusga bileti. Lekin nimaga bular indamasdan chiqib ketyapti uyda, quflamasdan, bir og'iz telefon qilib uyingizga ketyapmiz, kimdir kalta olib qolsin ham deb xayrlashmasdan ham ketyapti birinchidan. Chunki hozir o'zlari bilan gaplashish kerak-da ular. Ikkinchidan, bu xotinga agar uydan puli yo'qolmaganda, misol uchun yo'qolmadi puli deylik, nima keragi bor edi bu kishiga polisga shikoyat qilib keyin qo'yib yuborishdi. Bu kishining uyidan chindan pul yo'qolgan. Bu qizlar olmagan bo'lishi mumkin. Balki bu opani o'zi yo'l poyida tushirib qoldirgan bo'lishi mumkin. Lekin bu kishini haqiqatan ham polisga shikoyat qilishiga asos ko'rmayapman-da, agar chindan pul yo'qolmagan bo'lsa. Qizini urmagan, uyda janjal qilmagan, uyda yoqib ketmagan, shunday chiqib ketyapti. Nima keragi bor edi polisga shikoyat qilishdi? Endi u ayol bilan suhbat qilayotgan ayol chiqmoqchi bo'lsam qo'ymaydi deb aytdi menga. Bo'lmasam dedim, qo'ymayotgan bo'lsa o'zing chiqib ket deb aytdim men. Qanday chiqmoqchi bo'lsam, xo'p, mana bitta ish yoqmasa, bitta ish yoqmaganini qanday bir kunda bilish mumkin? Men siz necha yildan beri Turkiyada ishlayapsiz? Men shunga ham hayron qolyapman-da, qanday qilib bir oqshomda bitta uyda yomonligini bilish mumkin? Xo'p, aytish mumkin-ku, mana bir kun, 2 kun ishlaysiz, keyin aytasiz shirkatga, "Kel, mendan boshqa ish topib ber" deysiz. Nargis umuman hech qaysi ishga ham bormagan. Balki sizni ham aldagandir bu qo'shnilaringiz.
deb o'ylab ham qoldimda. Siz o'rtada ana bo'lib qolmang, chunki bu kishi aytayaptiki, menda deyapti, bankomatga tashlagan videolarni ham topib berishim mumkin. Polisga aytganman, polis qarayapti deyapti. Ertaga siz noto'g'ri bo'lib qolmang deyapman, xijolat bo'lib qolmang. Yo'q, men bu ikkoviga 100% ishonaman. Beknazar aka bular olmagan. Kerak bo'lsa borib, men ham javob Endi bular xo'p, olmagan bo'lsa, yo'q, unaqa demang. Bular olmagan bo'lsa, bulardan so'rang. Nimaga bor yo'g'i bitta ishda ishlab 4 kun turib qaytib ketyapti? Ya'ni bittasi ishga kiryapti, ikkinchisi ham emas. Bunga uydagi qizga aytgan, bir oy ishlab berasan degan. Xo'p, men yo'q, uni ko'rdim, uni ko'rdim. Mayli, uni sizlar aytibsizlar. U opa men unday demadim, deyapti. U xotinlar shunday deyapsiz siz. Bu xotinlar sizning oldingizga kelganda ham hech qayerda ishlamagan-ku. Bu xotin nega bir oy ishlab berasizlar deydi. Chunki misol uchun bular ketib qolmasdan oldin agar pul yo'qolganda aytsa boshqa gap edi. Pul yo'qolmasdan oldin aytganda bu bilet kesmagan bo'lsa bu xotin, bu kishi hech qanaqa pul sarflamagan, shunchaki uyiga borgan. Bu kishini unday deyishga asosi ham yo'q-da. Pul yo'qolgandan keyin aytdi desangiz, to'g'ri bo'ladi. Unda bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, mana ko'ryapsizmi? Mana endi mana shu yerda shunaqa yo'q, qarang, mana shunaqa bo'lib qolyapti. Bu savdogar ayollar bilan gaplashib ketdi. Xo'p, qaytib ketibdi. Meni hayron qolganim, qaytib ketishini kechadan undan oldingi kuni xabar topdi. siz ham hali Lekin bu yerda shirkatchi ayol Beknazar aka, hamma aytayotgan gapi yolg'on. Yo'q, qarang. Yo'q, yolg'on bo'lsa, mayli, qarang, men u kishini rost yolg'on gapiryapti demayapman. Hozir mana bu videoni u shirkatchi emas, siz tashlab berdingiz menga. TikTokdagi uydan chiqib ketayotgan, haqiqatan mana hech narsa demasdan, xayrlashmasdan, uyingga eshigini men kaltini ol, men chiqib ketyapman, o'g'ri kirmasin ham demasdan chiqib ketyapti-yu. Ana shu chiqib ketmoqchi bo'lgan ekan, qo'ymaydi deb aytgandan keyin men aytayapman, chiq deyapman, o'zing chiqib ket deb aytdim. Nega siz unaqa dedingiz? U ayol qo'ymabdi-da. Yo'q, Biz ketamiz degandan keyin. Nima dega qo'ymaydi bu ayol? Bu ayol bir so'm pul sarflamagan-ku bularning kelishiga. Men bilmadim, tushunmadim. U ayolni bu muomalasini, uyda qilayotgan muomalasini men tushunmadim. Har bir aytgan gaplarini menga aytdi. Yo'q, aytdi, deyapsiz. Mana xuddi bu xotin, bu qarang. Uyini tozalayapman desa, men o'ylabmanki, bularning uyida bir 10 kun yashapti deb. Lekin o'zi 8-iyun kuni kelyapti Toshkentdan Istanbulga, 8-iyun kuni tongda. Siz 10-da ularga bilet kesib beryapsiz. Nigdedan Istanbulga, to'g'rimi? Va ko'rdim dekontingizda 10-da. Yo'q dedi, men kesib berdim. Keyinlari Ha, yo'q, ko'rdim. Ha, tushundim. 10-da kesib beryapsiz. Qarang endi, bor yo'g'i bir oqshom qolyapti. Qanday qilib bir oqshom qolib uyini tozaladik, bizga ta'ziq qildi deyish mumkin. Mana shu yerda ularning gapiga qanday yopishmayapti-da. Bizni biletni o'zlari kesgan, o'zlari sim karta olgan, yonida $100 puli bo'lgan. Bu yoqqa kelyapti o'z oyog'i bilan. Keyin aytayaptiki, ish yoqmayapti. Ish yoqmayotgan bo'lsa, opa, bizga bu ish yoqmadi. Boshqa ishlaringizni ko'raylik. Bo'lmasa biz Istanbulga mana qo'shnilarimiz boshlarning oldiga ketamiz. Desa, u boshqa gap bo'ladi. Rahmat mehmon qilganingiz uchun deb. Bor yo'g'i 1 kun turgan. Misol uchun-da, agar 10 kun turgan bo'lsa, men sizlarni boqdim. Sizlar 10 kunlik pullaringizni bersanglar kerak. Desa, u boshqa gap. Bor yo'g'i 1 kun turyapti. Endi yoqda nima vaziyat bo'lgan deyarli hammasini bilmayman. Ketishdan 2 kun oldin aytib ketdi. Bizlar ketyapmiz deb. Bilet kesildi, savdogarlar olib berdi, yukini olib ketyapmiz deb aytdi. Bilmadim endi. Mana shunaqa, hozir mana o'zingiz ham o'ylanib qoldingiz-a, nimaga bunaqa qilgan bu ikkita xotin? Shuncha joydan kelyapti. Bu kishiga rosa yozgan ekanda, rasmlarini tashlagan ekan, bo'y bastalar, mana biz shirkatni shunaqamiz deb ishga kirish uchun. Hamma ma'lumotlarni tashlagan, lekin nega xayrlashmasdan chiqib ketganiga hayron qolaman. Bu kishi ham misol uchun 20 ming, 30 ming obunachisi bor ekan TikTokda. Deylik, bu kishi ham misol uchun agar bunaqa qilganda deylik, bularda Insta, WhatsAppida yoki Telegramida yoki diktofonda tahdid-tahdidlar bo'lardi. Bu kishiga nima kerak deyapman, mantiqqa yopishmayapti-da. Bu xotinga bu ikkita qiz bor yo'g'i 1 kun turganiga qo'rqitib 1 oy ishlab berasan deb aytishiga asos ko'rmayapman-da. Unaqa deyishga to'g'ri ham kelmaydi-da. Hozir kim nohaq bo'lsa Xudodan topsin. Men aytmoqchi bo'lganim, sizni pastava qilib ketmasin o'rtada. Lekin menga bular pul yuborib yoki IBANdan tushirib bermaganman. Men yotmagan oyligimdan bilet kesib berdim. Siz ko'rdim dekontingizni. Siz chindan ham bilet kesib bergansiz. Ikkita kishiga avtobusga bilet kesib bergansiz 10-ga. Bu yerda misol uchun ularni anosi bo'yicha siz kesib bergansiz. Lekin ular sim karta ham olgan, boshqa ham qilgan. Endi qaytib ketganiga hayron qolyapman-da. Shuncha joydan kelib $400-500 sarflab, bilet qilib, bu yoqqa turib, uydan chiqib ketyapmiz. Mana biz 1 yildan keyin kelamiz, 6 oydan keyin kelamiz deb turib 4 kunda qaytib ketishi mantiqqa to'g'ri kelmayapti.
U yerda ham misol uchun agar bir 10 ming dollar o'g'irladi desak, u boshqa gap. 10 ming dollar desak, lekin 47 ming TLni bilan qaytib ketish ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bular o'g'irladi desak ham to'g'ri kelmaydi. Bor yo'g'i 1050 dollarmi? Shunaqa bo'ladi, 1030 dollar. Shu opa hozir men YouTube'ga qo'yyapman. Bu opa bilan gaplashganman. Keyin siz bilan gaplashgan. Iloji bo'lsa men ikkita qiz bilan gaplashaman. Nima bo'ldi? Qani o'sha uyda mana shirkat nima dedi sizlarga? Bor yo'g'i bir kun turgan bo'lsanglar deb. O'sha qizlar telefon raqami yo'qmi sizda? Bor. Tashlab qo'ying men bu. Bir gaplashay. Chunki siz qo'lingizdan kelguncha ularni oqlashga harakat qilyapsiz-da. Bu kishi ham noto'g'ri qilgan narsasi, bu kishini o'zbeklar deb aytib o'rgani. O'zi kishi ham bu kishi ham o'zi ham o'zbek bo'lib turib, o'zbeklar deb aytib o'rgani noto'g'ri bo'lib qopti. Men o'ylayman boshida bu kishini boshqa millatmikan, turkmanmikan, tojikistonmikan, qozog'iston yoki qirg'iziston fuqarosimikan, ne u o'zbeklar deb yomonlayapsiz? Bu kishini o'zi ham o'zbek ekan. Shunga hayron qoldim. Bunga telefon qildim bu kishiga. Ne unaqa deyapsiz? Nima bo'ldi deb. Qani o'sha qizlar nomerini tashlaysiz, bittasiga telefon qilaman. Men sizga chiqdim, bo'lmasa chiqmasdim Ha shuda, men mana bu yerda ham siz misol uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapsiz. Ular qo'shnilarim bo'lishi mumkin emas, tuhmat deb. Quri tuhmatga qoldi bular. Ha, yonidan ham pul ham chiqmabdi-ku. Hozir balki bu kishi opa pulni qayerdadir yo'qotdi desak, xo'p, pulni mayli uyda boshqa qiz olgandir, pulni bu kishi yo'qotgandir. Lekin meni hayron qolganim bu ikkita qizni bu yerdan xayrlashmasdan, eshikni ochiq qoldirib, quflamasdan ketganiga hayron qolyapman-da. Shunga hayron qolyapman. Nega unaqa qiladi agar bo'lmasa? Bor yo'g'i bir oqshom yotgan bo'lsa, bir 10 kun ham turmagan bo'lsa, shu mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Bu gapni men aytdim. Jumagul aytdi, qo'ymaydi dedi. O'zing chiqib ket bo'lmasa dedim. Hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmasa men aytdim. Siz nega unaqa deysiz? Siz nega unaqa deysiz? Ha, uyin Ha? Chiqqani qo'ymayapti, hattoki tashqariga chiqishga qo'ymaydi deyapti. Uyida bo'lmagan-ku bu xotin, qanday tashqariga chiqarishga qo'ymaydi? Bilmadim endi. Ya ko'ryapsiz, sizga ham yolg'on gapirgan bo'lishi mumkin. Chunki kameradan siz ko'rib turibsiz, bemalol chiqib ketganini uy ichidan. Beknazar aka, O, pulni olgan joyi kameraga tushgan bo'lsa, ana shuni topib bersin. oshxonada kameram yo'q edi deyapti-da. Men oshxonada kameram yo'q edi, ular deyapti. Men kameradan ovozli xabarda gapirdim deyapti. Kamera o'sha mehmonxonada bu yoqda turadi. Oshxonada kameram yo'q edi, Beknazar deyapti. Gap pulda emas. Gap mana bu. Siz bu qo'shnilaringizga ishonyapsiz-ku, lekin o'zingiz ham qo'shnilaringizdan ozgina shubhangiz bor-da. Nimaga bor yo'g'i 4 kunda qaytib ketadi? Nimaga bir oqshom yotgan uyda bizga bitta ikkinchisi ishga ham bormaydi, birinchisi bor yo'g'i bitta kun ishlab qaytib ketyapti. Siz aytyapsizki, kelib qo'y deb aytdim deyapsiz. Birinchi boya aytdingizki, sabr qilinglar, bizda ham bo'ladi, biz ham ishlaganmiz, qiynalganmiz, ozgina sabr qilib aytdim. Men bir 10 kun, 15 kun ishladi deb o'ylabman. Bular bor yo'q bir oqshom ishlagan, bittasi bir oqshom bu yerda qolgan, xolos. Men ulardan shubha qilganim emas, faqat o'yladim. Bilmadim endi yag'ini. Pul olmagan bular. Xo'p, telefon raqamlarini beringchi, endi pul olgan, olmaganini bu kishi aytayaptiki, bo'pti, bu kishi aytayaptiki, bo'pti deyapti. Men dedi, polisga berganman, bankomatlardan deyapti, o'sha men agar fakt bo'lsa chiqarib beraman deyapti. Menga ham hech bularga tuhmat qilishga zarur emas deyapti. Menga nima kerak edi deyapti. Uydan chiqib ketayotgan agar pulim yo'qolmaganda polisga shikoyat qilib nima qilardim deyapti. Mantiq shu. Bu kishiga nima kerak uydan pul yo'qolmasa, polisga shikoyat qilib. Bu kishi bularni kelishiga Turkiyaga kelishga pul sarflamagan bo'lsa, ishga isbotlab bersin Beknazar aka shuni, isbotlab bersin. Nimaga chiqmadi o'tagarda? Tintuv qildi polis. Ha, xo'p, aytayaptiki, puli chindan yo'qolgan bu xotin olmagan bo'lsa ham, o'zingiz o'ylang. Sizni uyingizga ikkita odam kelyapti, qaytib ketyapti. Uyingizga keldi, hech narsa yo'qolmagan bo'lsa, polisga shikoyat qilmaysiz-ku, o'zingizdan o'zingiz. Ha, shuda. Ha, endi qarang. Nimaga tuhmat qiladi o'g'aylar bo'lmasa? Uyimda pul yo'qoldi. Aynan shu Xo'p, ana qarang, endi mana tuhmat qilishiga sabab bu ikkalasi indamasdan ketgani. Biz ketyapmiz, keling, uyingizni qabul qilib oling demagani. Tushunyapsizmi? Chiqarsin edi, biz ketamiz degan vaqtda qiz ketamiz degan aytadi. Qanday nimaga ular ketamiz dedi? Bir kun ham bo'lmagan. Qanday qilib darrov ketamizga tushdi? Men shunga hayron qolyapman. Qo'shnilaringizga, "O'y, baraka topkur. 2 oy tur, 1 oy tur, 10 kun tur. O'zi kechan kelgan bo'lsang, nega bugun ketamiz deyapsizlar?" deb so'ramadingizmi? So'ramadim, vaziyatni aytdi. Shirkatchi ayol yaxshi muomalada bo'lmayapti deb aytdi. Bu shirkatchilar yaxshi o'qimagan, misol uchun bular o'z oyog'i bilan borgan, bu kishi pul sarflamagan. Shunga hayron qolyapman-da men. Bor mana bunaqa men eshitaman, misol uchun ko'p odam yozadi, aytadiki, shirkat chaqiradi, biletini kesadi, keyin aytadi, "Ishlab berasan pulni, men senga bilet kesdim" deydi. U misol uchun aytaman shirkatga. Shirkat aytadi, "Men bunga ishonib bilet kesdim, kutib oldim, 400 dollar sarfladim, 400 dollar ishlab bersin" desa, ha, aytishim mumkin. Lekin bu kishi bir so'm pul sarflamagan u. Beknazar aka mana o'zi telefon qilyapti. Qo'shaylik aytadi o'zi. Qo'shing, kim bu? Shu mana shu hozir kamerada ko'rinib qolgan. Ha, bo'ldi, qo'shingchi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Jumagul, gapir. Jumagul yaxshi. Shikachi ayolni uydan nima uchun chiqib ketganingda gapir. Senga qanday muomala qilgan hammasini ayt. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Jumagul? Yaxshi, qarang, men 8-da Turkiyaga borgandim. Keyin u kishini bir kun qolgandik. Ishlatdi, aytgan ishlarini qildim. Keyin hamroyim ketaman dedi. Keyin meni aybim aytmay chiqib ketganimni. Keyin katta summa bo'ynimga qo'ydi. Keyin bizlarni otalardan ishlab oldi, ministerlar ki oldi. O ayol ham keldi. Keyin menga to'xtab qilib shuncha summa olgansan dedi. Isboting bormi dedim. Tan olasan deb bo'ynimga qo'ymoqchi bo'ldi. Men tan olmayman dedim. Keyin 2 oy ishlab berasan borib dedi. Keyin men bormayman deb turib oldim. Hamma joyimni titkilab ko'rdi, seskalarimni, sumkalarimni, o'zimda ham chiqmadi. Shunday degan bir 10 martaday aytdi, bir to'rttaday milsalar. Keyin pastlarimizni olib qo'yishdi. Keyin nimaga deb qog'ozga qo'l qo'ydirib oldi. Nimaga qo'l qo'yapman dedi. Sendan o e'tirozi yo'q, sening undan e'tirozing yo'q deb qo'l qo'yding dedi. Endi qarang. Rosa qo'rqitdi-da, lekin Xo'p. olasan dedi. Qarang, o'zim ko'rdim. 8-iyunda, qarang, men savolimda 8-iyunda menga tashlab berdi skrinshotlarni. Bu opa qo'shnilaringiz sizlar yonlaringiz olyapti. Men o'rtada vaziyatga aniqlik kiritmoqchiman. 8-iyun kuni yozgansizlar, Toshkent Istanbul bilet kesgansizlar, biletlarni tashlagan ekansizlar opaga. Opa sizga ishonib boryapmiz deb rasmlaringni tashlagansizlar. Keyin u xotin deylik, anaga aytgan, "Men shu yerga otagarga kelasizlar" degan Istanbuldan tushib borgansizlar, kutib olgan, uyga olib borgan. Xo'p, bittalaringni ishga qo'ygan. Bitta meni uyga olib qoldi. siz uyingizda qoldi. Bor yo'g'i bir oqshom qolgansiz. Uyda ishlatdi deyapsiz-ku, bir oqshom qolgansiz. Xo'p. Endi nimaga uydan indamasdan chiqib ketdingiz? Men bir oqshom qolyapsiz, sizni kutib olyapti, dugonangizni ishga qo'yyapti. Nega indamasdan chiqib ketdingiz? Men shunga hayron qolyapman. Menda uni nomeri ham yo'q edi. Keyin hamroyim ketaman degan payt men chetga birinchi marta chiqishimda keyin qolib ketsam deb qo'rquv hayol bilan men so'radim hamroylarni, indamay chiqib ketsam bo'ladimi? Ularni uyiga o'g'ri kirmaydi, kamerasi bor, ishonchli dedi. Men so'radim ulardan. Ana endi qarang. Xo'p, bir kun yashapsiz. Sizni kutib oldi, hamroh dugonangizni ishga qo'ydi. Biz ketyapmiz, opa, bu ish yoqmadi. Boshqa ish topib bering demasdan chiqib ketganlar shubha uyg'otyapti-da. Nimaga kelyapsizlar shuncha joydan, shuncha sizga ishonyapmiz deyapsizlar. Bor yo'g'i bitta ishni ko'ryapsizlar. Siz umuman ishlamagansiz, bitta ishga bormagansiz. U xo'p dugonangiz bir oqshom ishlabdi, bobo yoqmabdi. Lekin nega u hamroh misol uchun ishni almashtirib bering demadi yo siz nimaga ikkalangizdan rahmat opa bu yerlar bizga yoqmadi demasdan ketib qolyapsizlar. Bizlarni milisaxonada qo'rqitdilar. Ha xo'p, undan oldin milisaxonada keyin qo'rqitgan-ku. Ya siz tushunmayapsiz, milisaxonaga biz Istanbulga kelgandik bizlar. Istanbulga ishlashga kelmoqchi edik. Mana shu shivaradan ish so'ragandik bizlar. Gavhar degandan ham ish so'ragandik bizlar. Xo'p, yo'q, Istanbulga kelgandik, Atag'azdan bizlar milisa ishladida. Keyin milisa ishlagandan keyin bizlarga 20 kun, hamroh aytdi 20 kunda chiqib ketmasalaring dedi, bitdi. Endi chiqishdan bilmayman-da. Yo'q, ha, bali. Zayraka aytayaptiki, nima uchun chiqib ketishlaring sababi bo'ldi deyapti. Nimaga uydan indamasdan chiqib ketdinglar? Bizlar yana O chekkachi ayolning muomalasini ayt. Qanaqa vaziyat bo'lgan? Chunki uyda bu mashqa kichkina qizi bir kun meni eshigidan chiqarib qo'yapti-da, men turkchani bilmayman, chiq deyapti, eshikni ochib meni itaryapti, men dod deyapti, men turkchani tushunmayman. Meni hech yoqdan yo'l-yo'riqni bilmayman-da ko'chalarda. Xo'p, endi qarang. Xo'p, bir kun polis otogarda uni uyiga borayotgan paytlarida to'xtatib pasportlarini tekshirganda, otogarda polis kontrol qiladi. Demak, tushundim sizni. Otogarda to'xtatganda 20 kunda chiqib ket, bu yoq degan sizlarga polis katta ehtimol bilan. Yo. Bizlar ustimizdan Nargiz opa nima qilgan ekan? Xo'p, endi qarangda, men sizga aytyapman. Nargiz opani uydan chiqib ketmasdan oldin nimaga opa biz ketyapmiz, hamroh ekanlaring, bizga bu yer yoqmadi deb aytmagansizlar desam, siz polis qo'rqitdi deyapsiz. Ha, polis sizlar Sherigim aytgan, bizlar ketamiz degan, bu menga tek oyoq kampir degansan degan, o yotoq kampir degansan, men 6 oylik ko'richak bo'lganman degan. Ishlayverasan, men seni pul olishim kerak degan. Men hamrohingdan ishga qo'yaman, unga olib chiqib ketmaysan uni degan. Aytgan, Nargiz opaga telefon qilib aytgan, men bizga ishlay olmayapman. Sen menga tek oyoq deganding, o yotoq ayol ekan, ham jaralari bor ekan. Men asosiy holim bilan oqshomdan u meni qiynab chiqdi degan. Nimalari bor ekan? Nargiz opani. Oyoqlarida yarasi bor ekan, yura olmaykanda. Ha, endi qarang, ha. O'zi bir oqshom ishlagan-ku. Mana shu yeri noto'g'ri bo'lyapti-da, o'zi bir oqshom ishlagan bo'lsa.
siz boshqa ishni ko'rmagansiz. Shu yerda ketib qol, 2 kun, 3 kun ishlashi mumkin yoki keling, opa bu kampir bo'lmadi deyish mumkin. Sirazi ketib qo'ying. Opa aytayaptiki, menga shunaqa dedi, bu opa bo'lmaydi deb aytdi dedi, telefon qildi deyapti. Xuddi shu, Hamro telefon qildi deyapti. Bo'lmaydi bu opa, men bu yerda ishlay olmayman deb aytdi. Xo'p, men hozir boraman. Gaplashamiz, sizga bo'lmayotgan bo'lsa deb aytdim deyapti. Lekin ikkalamiz gaplashdik, bo'ldi, shu yerda gaplashdik. Keyin bular deyapti, indamasdan chiqib ketganiga hayron qolyapman men deyapti. Hay, men chiqib ketganim, hay, o'zimni ham ayban undan olaman, lekin men hech qanaqa summa pulman pul olmaganman. Chunki u uyini ketishda quflab ketadi, hech qanaqa pulni uni men masalan ovqat ye desa yeyman, ovqat yema desa yemayman. Xolodilnikni ham undan so'rab ochmayman. Aytgan ishini qilganman. Hamma aytgan ishini qilib, shu paytda ketganman. Polis tintuv qildimi sizlarni keyin? Ha, o'sha hamma seskalamiz tutib bitta ko'rib, o'zlarimizdan bitta tiskalab ko'rdi. Qisamidan hech qanaqa unaqa aytgan summa umuman yo'q edi. Hamrayimda ikkitagina pul bor edi, uni ham nimaga ishab bil oq choy poy nimaga ishlatgan edik. Umuman keyin Hamrayim Sevarapadan biletga kestirgan edi, kartaga tashlatgan edi yaqa. Umuman ziyarati pulimizga umuman yo'q. Meni kisamda 100 liradan boshqa umuman pul yo'q edi. Minsalarim shu 100 lirani ko'rdi, indamadi. O'zbekistonga qanday ketdinglar? Qayga? O'zbekistonga. O'zbekistonga meni qishlog'imdan bitta ayollar olib kelgan edi. Biletni ular o'zi nomidan olib keldi. Men uydan keyin pul berdim. Dugonangiz ham ketdimi, Hamroy ham? Ha, u ham ketdi. Endi men bitta o'tar bu kishiga aytayapman-da, shuncha joydan borib, bor yo'q 4 kunda nega qaytib ketadi, ishlaymiz deb kelib, boshqa ishga bormasdan, misol uchun kelyapsiz, u ham kelyapti, u oldindan kelib ketgan ekan Hamro. Nega bu xotinning uyida ham, deylik, boshqa bo'lib, u yoqda yoqmabdi? Nega bu opani oldiga kelib turib Istanbulda boshqa ish ko'rmadi? deb hayron qolyapmiz biz. O'zi u yo'qolgan pul bilan O'zbekistonga qaytishga arzigulik pul emas-da, bir 10 ming dollar emas-ku, yo'qolgan pul 1000 dollar atrofida yo'qoldi deb aytayapti u kishi. Ya, men birinchi marta chetga chiqishim yomon qo'rqdim, yomon qo'rqibdi meni. Men shuning uchun chetga bitta turk shunaqa bo'layotgan bo'lsa, boshqalar ham shunaqa ekan dedim. Tinchgina ketay dedim. Ha, sizda birinchi marta. U dugonangiz ham ketdimi? Ha, u ham ketdi, u ham shunday dedi. Endi men dedi, men birinchi marta polisga tushishim dedi, bunaqa bo'lib dedi. Uyimda dedi, bolalarim bor dedi, meni ham dedi. Mayliga shu pul, mayli kirsam kiyarman, ishlamasam ishlaman uyda dedi. Och qornim tinch qulog'im dedi. Buni Turkiyaga endi kelmayman dedi. Lekin biz nima hech narsa qilganimiz emas. Bizlar javob qo'rqitdi-da, lekin aytyapti, bizdan odamimiz emas, bizdan ham qo'ymayapti. Bo'yningga olasan deyapti. Men olmagan narsani bo'ynimga olmayman dedim. Men dedim, seni uyingda bir oqshommi, bir kunduz aybetgacha qolgan bo'lsam dedim. Umuman men sendan so'rab xalajingni ham ochganim emas dedim. Aytgan ishingni qilarsan dedim. Olimga narsa qo'ysang jeysin dedim. Sendan so'rab dedim, hattoki banyanga ham kirmasdim dedim. Endi qarang, meni qarang. Uyda qarang, bu kishini uyidan to'g'ri mayli, misol uchun pul o'g'irlamagan, misol uchun pul yo'qolmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu kishi qayerdadir pulni yo'qotib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men o'ylayotgan narsam, birinchidan siz u yerdan indamasdan chiqib ketgansizlar ekanlaring, ikkinchisi bu kishini polisga shikoyat qilishiga hayron qolyapman-da. Uydan pul yo'qolmasa, nima qilardi polisga shikoyat qilib deb shunga hayron qolyapman. Bizlar ham shunga meni aybim, lekin men aybim tan olaman. Indamay chiqib ketganim, men uni tan olaman. Lekin Gavhar opa bu uyda bo'lmagan. Gavhar opa bu ishga qo'ygan odamning uyidan chiqqan. Bizdan chiqqanimiz emas lekin. Ha, tushundim. Gavhar u yoqdan kelyapti, siz bu yoqdan boryapsiz. Keyin bu polisga shikoyat qilyapti. Men shu yerda hayron qolyapman-da, nima kerak u kishiga sizlarni polisga berib? Shuni bizlar ham oydinlashtirmoqchimiz. Men aytdim, Xudo bor dedim, men dedim, men dedim, harom yo'lga kirishib emas, harom pul topishib ham kelmasdim. Birinchi marta chetga chiqishim dedim, bu oxirgisi ham dedim. Bitta o'zbek ayol shunaqa bo'layotgan bo'lsa dedim, boshqalar qanaqa bo'lardi? Meni shuncha dedim, turishimni, qaltirashimni ham ko'rib turgan, meni tozaligimdan bu hech kim yo'q yoki biror nima deb o'ylab, meni tekinga ishlatmoqchi bo'ldi, tushunyapsizmi? Tekinga ishlatib, meni ustidan pul olmoqchi bo'ldi. 2 oy ishlab berasan dedi. 2 oy summani ishlab qutulasan sen dedi. Men dedim, men sendan hech qayerga bormayman dedim. Men depot qilsang qil dedim. Qamadan dedim, men sendan hech qayerga bormayman dedim. Men dedim, qilmagan ishimga men javob bermayman dedim. Mana dedim, qo'l izlarimdan olsin dedim. Qo'l izlarimdan olsin dedim. Agar shu pul chiqsa dedim, mana dedim, polislar ham ko'rdi, bilan so'm chiqqan emas, qo'yib yubordi keyin. U ayol nimaga unaqa qilyapsan deb, tan olasan deb zo'ravonlik qilib gapiryapti. Men tan olmayman deb bir og'izda turaverdim bitta gapda. Ha, tushundim. U Gavharga u ishida, demak, kampir yotaloq bo'lgan, oyoq kasal bo'lgan, yura olmaydigan bo'lgan, o'shaning uchun ish yoqmagan. Tek oyoq bergan
5 oylik operatsiya bilan ko'rchak bilan borgan. Kampir oqshom bilan hojatxonaga olib borgan, oshxonaga olib ko'tar qilgan. Keyin yurolmagan. Unga tik oyoq degan. Ham uni ustidan $350 pul so'ragan. Biroq ishlaysan degan, men sizdan pul olishim kerak degan. Men o uydagi ishchini ham borib ishga joylashtiraman bir kunda degan, uni ustidan pul olaman degan. Gavhar opaga shitib aytgan. Ha, komissiyon. Ustidan pul olmoqchi bo'lib, bizani qo'rqitdayaman. Men joylarligini juda ham sodda edim. Umuman birinchi marta Turkiyaga borishim va oxirgi marta. Bittasi shunaqa bo'layotgan bo'lsa, umuman bormayman-da yoqqa. Ha, tushundim sizni. Xo'p, bo'lmasam men bir anov bilan ham Gavhar dedinglarmi, shu bilan bir gaplashib olsam, men hozir misol uchun bu kishiga ham aytdim, u kishiga ham aytayapman. U qizlarga dedim, pul o'g'irlash uchun dedim, kattaroq pul bo'lsa, dedim, bir $10,000 bo'lsa, dedim, boshqa gap dedim. Lekin dedim, $1000 o'g'irlash ularga nima kerak? Hech narsani qoplamasa dedim, hech narsani qilmasa dedim. Hech narsaga yetmasa bu pul. Men Sevara opa ham bitta kvartira bitta xolam shaxta ishlayotgan, xola ham bitta kvartira yarim kunga nima turdik. Ish topamiz deb, ishlaymiz deb turdik. Keyin ish unaqa chiqayapti. Men ketaman deb oyoq tura oldim. Men qo'rqaman, turk tilini ham bilmayman dedim. Ikamiz adini ishlasak, men turk tilini ham bilmayman dedim. Ko'chaga chiqishni ham bilmayman dedim. Hech qayerda bilmayman dedim. Men ketaman. Eson-omon shu ikkita bolam olib borib olay dedim. Keyin ana shu aytgan summasini qo'ydik ana shu uyga. Nechta lira deb dedi, tushunmayman ko'p liraga ham. Shu joyga qo'ydida, kaltam joyga qo'ydida. Nimaga ular masalan ancha narsani olib ketdi demadi. Biz ham ana shu uydan indamay chiqib ketdik. Keyin uyda egasi kechqurun kelgan ana shu uyga lekin. Ha, bu yoq Istanbulga kelganlaringdan keyin, Istanbulga kelganlaringdan keyin. Ha. Bizlarga ishlarim shu uyda yarim kun uyda egasi berib ketdi. Mana shunday summa berib ketdi degan necha liradir. Uyda kaltam. Ha, bir kun turganlaring uchun kunlik pul olgan. Yarim kunga. Ha. Nimaga ular etib aytmayapti, u biza olmagan summamizga, olmagan pulimizga buncha bizlar meni sharmanda qilib TikToklarga chiqaradi u ayol. Nimaga? Men seni Xudodan oldim dedim. Ikkita qizing bor ekan dedim. Hayot hali oldin dedim. Men ham shuncha musofirman dedim. Ikkita bolamni nima qilib tashlab bordim dedim. Pul ishlash uchun bordim dedim. Sen mendan foydalanmoqchi bo'ldim dedim. Ha, mayli, Xudo ko'rib turibdi dedim. Sen yaxshi ish qilmading. Men mana qarzga botib biletlar olib borgandim. Hali qarzga botib biletga keldim. Tushamasangiz, o'sha ayollardan nogirin deyishi mumkin sizga. Qanchaga summaga kelgandim, qancha summadan ketganimni ham o'zlari aytishi mumkin. Ha, ya'ni hozir qaytishingizga ham qarz o'qib qolgansiz demak biletga. Ha, kelishim ham qarz, ketishim ham qarz edi. Hozir endi yarmini berdim, haliga turibdi. Uni hali endi pul izlab, Xo'p, qarang, xo'p, mana bu opa sizni ismingiz kim edi? Sevara. Ha, Sevara. Hozir men gaplashganlarimizni YouTube'ga qo'ysam bo'ladimi? Chunki sizlar ham fikrlaringizni aytdinglar, men gaplaringiz bo'lmay turdim. Qo'yaveravering YouTube'ga? Qo'yaver. Ha, nomerlaringiz ko'rinmaydi, rasmlaringiz chiqmaydi, shunaqa ismlaringiz bor. Tamam. Bunga hozir qanaqa chora ko'rasiz u ayolga? Men u ayolga men hech kimga chora ko'rmayman. Men shirkat emasman. Prosta u xotin opani o'sha o'zbeklar deb video qilgani, keyin sizlar ham video qilganlaringni ko'rdimda, ya'ni vaziyatga oydinlik kiritish uchun telefon qildim. Deylik, misol uchun mana shunaqa vaziyat. Bu boshqa o'zbeklarga ham misol uchun o'sha deylik, agar opa nohaq bo'lsa, boshqa o'zbeklar deylik sergakroq turadi. Agar sizlar nohaq bo'lsanglar, boshqa borayotgan shirkatlar sergakroq bo'ladi. Ya'ni keyingi safarda sizdan boshqa ayollar bunaqa vaziyatga tushmasligi uchun shunga qarab xulosa qiladi-da. Ya'ni borsa, deylik, chiqib ketayotgan paytda mana uyini qabul qilib deb chiqib ketadi yoki u opa misol uchun shirkat doktor boshqa safar misol uchun sizlarga o'xshagan kimdir kelsa, uyda misol uchun mana shunaqa men bilan xayrlashib ketinglar, ketayotganlaring bilay deb aytadi. Ya'ni boshqalarga namuna bo'lish uchun. Atak men misol uchun siz siz nohaqsiz demayman. Men bu kishiga aytdim hozir, nimaga ular chiqib ketadi indamasdan? Nimaga bir kun, 4 kun turib shuncha joydan ishlaymiz deb kelib qarz havola qilib 4 kun turib qaytib ketadi? Deb telefon qildim. Endi siz aytayapsizki, ha, sizda hozir asos bor, siz aytayapsizki, hamroh ketaman, u ish yoqmadi men deganda siz men bir o'zim qolmayman deb qo'rqqaningizda qo'shilib ketgansiz. Chunki chetga chiqqaningiz, birinchi marta chetga chiqyapsiz, qo'rqqaningizdan qo'shilib ketgansiz siz. Ha, men turk tilini bilaman. Men juda qaltirab shunday aqara bir ko'chaga chiqmoqchi bo'lsam, men ham Sevara, men turk bilan gaplash, meni taksiga minirib yubor, o'sha joyga olib borsin deb, Sevara opaga telefon qilib aytasiz, men taksi bilan gaplashasiz. Turk tilini ham, hatto ko'chasini ham bilmasdim-da men. Tushundim. Bitta o'zim qolib ketmayim deb qo'rqib, meni aybim, lekin uydan indamay chiqib ketgan, lekin bir so'maga xiyonat qilgan emas, umuman ham. Bir so'maga ham. U meni qaltirab qolganimda, shunday qo'rqqanimda bildi, bundan foydalansam bo'ladi degan miyamga gap kelgan, meni fikr kelganmi? Yo'q, hozir endi u kishini men o'ylayapman, u kishida deylik chindan ham u kishini puli yo'qolgan u sizlarni oldi deb o'ylagan bo'lishi ham mumkin.
Chunki sizlardan shubhalanishiga bunday olib qaraganda, misol uchun ozgina bo'lsa asos bor-da. Negaki sizlar bor yo'q bir oqshom turyapsizda, xayrlashmasdan, uyda quflamasdan, bir og'iz telefon ham qilmasdan ketyapsiz, uyingizda qabul qilib oling demasdan chiqib ketyapsizlar. U kishi o'ylayaptiki, yo'qolgan bo'lsa chindan puli, bular oldi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Chunki u kishiga ham nima kerak? Tuhmat qilib, misol uchun. Bunday olib qaraganda u kishi yo'qolmagan, u mendan foydalanib, meni ishga qo'yib, meni o'rnimdan pul olmoqchi bo'ldi-da. Tushunyapsizmi? Men juda ham sodda deb o'ylayapti. Uni nima qilsam, hunarga qilsam, uni ishga qo'yib. Yo'q, endi u kishi ham misol yo'q, qarang. U yoningizdan pul chiqmagani, kamera bo'lmasa, isboti bo'lmasa, u kishining quruq gapi bilan misol uchun bir narsa bo'lib qolmaydi. U siz pulni oldim deganingizda ham qani deb so'rardi polis. Qani o'sha pul derdi. Chunki men aytdim polisga, qani o'sha pul olgan bo'lsam, bu ayol nega unaqa qilyapti dedim. Men pul izlarimdan olsin dedim, boshqa qilsin dedim. Keyin u bizani polisga videoga olib turkcha gapiryapti. Keyin polisga bizdan ne videoga olyapsan dedi. O'sha telefoningni dedi. O nimalar video shunaqa olib TikTokga chiqarib yuboryapti. Nima qilgan anavi bizda. O yaxshi ma'sa meni Militsiyalardan tanishtirish bo'lyapti-da, Beknazar aka yoqda. yo'q, militsiyalarga tanish degan narsa yo'q. Men Turkiyada 5 yil ishlaganman, juda qiyin masala. Bo'ldi bu yerda bo'lsam. Sog'lik, salomatlik, men nima deysiz? Polislarim oldingmi deb bir marta ham so'ramadi. 10 martadan ziyod so'radi. Gavharaban chiqarib yuboring, turk tilini tushunmayman. Hammasi birdan menga tarmashib. Endi polis misol uchun O'zbekistonda ham mana meni bizni Do'stlik tumanida kompyuter yo'qolganda Do'stlikdagi 5 ta kompyuter uchun chaqirib tergovchi rosa qo'rqitgandi meni ham. Sen olgansan, mana sening kamerang chiqdi deb bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lgan. U любой davlatda polis shunaqa qiladi. Qo'rqitib ko'radi. Olgan odam 2-3 marta, olgan odam 3 martada sen oldingmi desa yo'q deb, olgan odam ham 3 marta so'rasa yo'q deydi, qo'rqitib ko'radi-da. Qo'rqqandan kimdir olgan bo'lsa, chindan olmaysiz. Chindan olmagan uchun ham shuncha qo'rqitsa ham yo'q olmaganman degansiz. Ya'ni olmaganman, chunki uni eshigi ochiq ham turmasdi. Umuman Bo'ldi, bo'lmasa meni mana shu nomerim, Gavharam bir telefon qilsa, nomerni tashlab qo'ysanglar, bir telefon qilardim. U kishidan ham fikrni olardik, nima bo'lgan uyda. Bo'pti. Mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar. Xo'p, mayli. Yaxshi ishlanglar, ishlaring omad.